Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bizga yangi mahsulotlar sotuvga chiqdi. Hozir barchasini birma-bir to'liq obzorini qilamiz. Kemping svarka apparati, shurupayurt, akkumulyatorli bolgarka va impact. Demak, yangi sotuvga chiqqan shurupayurtimizdan boshlaymiz. Modeli EH20-3. 20 talik shurupayurtlarimizning 3-avlodi hisoblanadi. Texnik xususiyatlari: 5 otishli motor, 20 volt 4 ampere chas liiy-ion batareykalari, 100 Nm, 13 li patron, ikki xil tezlikda ishlaydi. Birinchi tezlikda 0 dan 400 gacha, ikkinchi tezlikda 0 dan 2000 gacha 1 daqiqada aylanib beradi. Ushbu uskunamizda molotok funksiyasi ham mavjud. Molotok funksiyasidagi zarbalar soni ham tezlikka qarab, birinchi tezlikda 0 dan 7200 tagacha, ikkinchi tezlikda esa 36000 tagacha 1 daqiqada zarba bera oladi. Uskunamizning tashqi ko'rinishi va nimalar bilan jihozlanganligi haqida gaplashamiz. Dasta qismi, motor qismi hamda orqa qismlari yumshoq rezinadan foydalanilgan, qo'lni tellatmaydi, qo'lga botmaydi. Batareykani ushlab turish qismi, tepa qismi hamda treshotka qismlari plastmasdan. Patron qismi hamda treshotkaning oldingi o'rta qismi metalldan ishlatilgan. LED chiroqlar yorug'lik kam bo'lgan joylarda juda asqotadi. Uskunaning ishga tushirish tugmasi bosqichma-bosqichli. Sekin bossangiz sekin, boricha bossangiz bor kuchi bilan aylanib beradi. Bu yerda reverse tugmasi o'ngga hamda chapga aylanishni ta'minlaydi va tepa qismida tezlikni o'zgartirish tugmasi. Ushbu yangi sotuvga chiqqan modelimizga EPA kompaniyasi tomonidan kafolat muddati 12 oy etib belgilangan. Endi komplektatsiyasini aytib o'tsam, komplektatsiya qismiga ko'p to'xtalmaymiz. Bu yerda o'zgarish yo'q. Kafolat varog'i, qo'shimcha dasta, chuqurlikni cheklovchi maxsus tayoqcha, bir juft sifatli qo'lqop, artkech, himoya ko'zoynagi, sverlovlar, uchib ham ketdi. Zaryadniki va qo'shimcha batareykasi chiqadi 20 volt 4 ampere chas liiy-ion. Keyingi yangiliklarimizga o'tamiz. Impact uskunamizning modeli EH16. Texnik xususiyatlariga keladigan bo'lsak, 5 otishli motor, 1608 2 ampere chas liiy-ion batareykalar bilan jihozlangan, 160 Nm. Patron diametri 635 mm, ikki xil tezlikda ishlaydi. Birinchi tezlikda 0 dan 2700 gacha, ikkinchi tezlikda esa 3200 tagacha 1 daqiqada aylanib bera oladi. Impact, Vintavert, impulsli shurupayurt, udarni shurupayurt, xullas ushbu uskunaning nomlari juda ham ko'p. Qaysi birini tanlab nomlamang, xato bo'lmaydi. Aslida shurupayurt hamda impactni shurupayurt o'rtasidagi farq yer bilan osmoncha, lekin ularni odamlar ko'pincha adashtirib yuborishadi. Impact hamda oddiy shurupayurt o'rtasidagi farqni esa keyingi videolarimizda batafsil yoritib berishga harakat qilaman. Hozircha esa qisqacha obzor. Impact uskunamizni tashqi ko'rinishi va nimalar bilan jihozlanganligi haqida gaplashamiz. Birinchi o'rinda shuni e'tirof etish kerakki, uni qanday qo'lda turishligi. Qo'lda juda ham ixcham, qulay turibdi, juda udobniy turibdi. Uch qismi, ya'ni bosh qismi metall, qolgan barcha joylari, dastasi, orqa qismi, motor qismi, tepa qismlari, ya'ni barcha qismlari qo'lni terlatmaydigan, qo'lga botmaydigan sifatli rezinadan foydalanilgan. Uskunani ishga tushirish tugmasi bosqichma-bosqichli. Sekin bossangiz sekin, oxirigacha bossangiz bor kuchi bilan aylanib beradi. Reverse tugmasi uskunani o'ngga hamda chapga aylanishini ta'minlab beradi. Batareyka qoldig'ini ko'rsatib turuvchi maxsus indikator zangor chiroqda yonadi. Yorug'lik kam joylarda qo'shimcha qulaylik beradigan LED lampalar bilan jihozlangan va tezlikni birinchidan ikkinchiga olib o'tish uchun elektron tugma va shuningdek avtostop funksiyasi. Yechish kerak bo'lgan narsani yechib bo'lgandan so'ng uskuna o'zini o'zi sirasi to'xtatadi. Va shuningdek sverlov va nasatkalarni juda ham qulay olib qo'yish uchun mana bunday bitta держатель. Ushbu juda ham qulay bo'lgan yangi Impact shurupayurtimizga EPA kompaniyasi tomonidan kafolat muddati 12 oy etib belgilangan. Komplekt qismida ham aytarli darajada yangilik yo'q.
o'sha narsalar qo'lqop, artgich, himoya ko'zoynagi, quvvatlagichi va qo'shimcha zaxira batareykasi, turli xil nasatkalar hamda uskuna yo'riqnomasi va orqasida maxsus stikeri bilan va shu xolos. Navbatdagi yangiligimizga o'tamiz. Akkumulyatorli bolgarka. Bunday bolgarkadan bizda oldin ham sotuvda bo'lgan. Uni modeli MSH-A125 edi. Bunisi bolgarkamizning modeli MSH-A125-2, ya'ni bundan oldingi bolgarkamizning ikkinchi avlodi hisoblanadi. Texnik xususiyatlariga keladigan bo'lsak, bu ham 5 otishli motor bilan jihozlangan. 20 volt 4 amperchas liiy-ion batareykalari bilan jihozlangan. Disk diametri buniki ham 125 mm. 1 daqiqada aylanishlar soni 9000 tani tashkil etadi. Bundan oldingi modelimiz esa 8500 ta edi. Ikkalasining deyarli farqi yo'q. Xususan, shular xolos, boshqa aytadigan gap yo'q. Endi komplektatsiyasiga to'xtalishim mumkin. O'zini batareykasidan tashqari qo'shimcha zaxira batareyka chiqadi. 20 volt 4 amperchas. Himoya ko'zoynagi, dastasi, ko'rjuq, artgich, bir juft qo'lqop, uskuna yo'riqnomasi, maxsus stiker va zaryadnik, o'zbek tilida aytsam, quvvatlagich. Va shu. Polavtomat payvandlash uskunasi, xalq tilida buni kemping ham deb atalishadi. Uskunamizning modeli MiG 200. Texnik xususiyatlariga keladigan bo'lsak, payvandlash turi MiG, tarjimasi metal inert gaz. Gaz bilan ham va gazsiz ham ishlay oladi. Kuchlanishi 220 volt. Chiqish tok diapazoni 30 dan 200 ampergacha, 30 dan 80 ampergacha yupqa metallarni, 150 dan 200 ampergacha esa qalin metallarni payvandlash uchun mo'ljallangan maksimal quvvati 867 kilovolt amper. Ishlatiladigan sim qalinligi 0.6-0.8 hamda 1 mm gacha bo'lgan simlarni qo'yib ishlatsangiz bo'ladi. Uskunamizning yon tarafida mana bunday ochsa bo'ladigan otsek bor. Shu yerni ochamiz va maxsus katushkada payvandlamoqchi bo'lgan metalingizga qarab simni o'rnatasiz va tayyor. Ushbu uskunamiz oddiy dugovoy svarka apparatlariga nisbatan kam shlak hosil qiladi, yupqa va o'rta qalinlikdagi metallarda ideal samara ko'rsata oladi va shuningdek yupqa materiallarni yirtib teshib qo'ymaydi va chiroyli, tekis chok chiqara oladi. Mana shu afzalliklari tufayli ushbu uskunamizni tunukachilar, avtoservis sohasida glushitelchi va kuzovchi ustalarimiz asosan so'rab kelishadi. Hurmatli kuzatuvchilar, video obzorimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video obzorimiz qisqagina bo'ldi, ya'ni shu yangi kelgan mahsulotlardan sizlarni xabardor qilish maqsadimiz edi. Agar qaysidir shu mahsulotlarimizdan birini to'liq obzor qilishni xohlasangiz, izohlarda yozib qoldirsangiz, keyingi videomiz albatta aynan o'sha mahsulotga taalluqli bo'ladi. Hozircha ko'rishguncha, xayr.